Andijonda 28 yoshni qarishlagan erkak fuqaro gashish giyohvandlik moddasini 50 AQSh dollariga sotayotgan payt tegishli organlar tomonidan qo'lga olindi. Andijon tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ma'lumotlarga ko'ra 1998-yilda tug'ilgan fuqaro zahri qotilni o'z tanishiga sotayotgan bo'lgan. Shundan so'ng gumonlanuvchining yoni va u harakatlangan Damas rusumli avtomashinada tekshiruv ishlari olib boriladi. Natijada qariyb 5 gramm gashish hamda uni iste'mol qilish uchun mo'ljallangan moslama aniqlangan. Tadbirning keyingi bosqichida yana bir avtomashina ko'zdan kechirildi. Gentra rusumli avtomobilning oldi o'rindiq ostidan esa 470 grammdan ortiq gashish va elektron tarozi topilgan. Giyohvandlik ortidan topilgan noqonuniy daromad kimlargadir foyda keltirayotgandek tuyulishi mumkin, ammo uning ortida vayron bo'lgan taqdirlar, izdan chiqqan hayotlar va jamiyat xavfsizligiga tahdid yotadi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi A va B bandlari hamda 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ba'zan oson daromad ilinjida boshlagan yo'l panjara ortida yakun topadi. Giyohvandlik savdosi esa shunday jinoyatlardan biri. Chunki bu illat nafaqat qonunni, balki insonlarning hayoti va kelajagini ham zaharlaydi.